Elizabetta Brassington. Genri. Qani menga berchi, sen eplolmayapsan. Xotinim pichoqni qo'limdan yulqib oldi-da, qattiq bo'lakni chaqqonlik bilan qirqa boshladi. U g'aroyib shakldan tuguncha hosil qildi. Qog'ozni buklar ekan, yuziga mamnun tabassum qo'ndi. Shunchaki termulib turaverma. Velosipedingning nasosini olib kelib ber, dedi u. U g'alati moslama ichiga nasos bilan havoni haydarkan, ajabki u narsa inson qiyofasiga kirib borardi. Rafiqam achishayotgan qo'llarini dam oldirish uchun bir nafas to'xtadi. Menga berchi, dedim unga. Sensiz ham o'zim juda yaxshi uddalayapman, jerkib berdi u zirillagan tovush bilan nasos tutqichidagi qo'limni itarib. U zavq bilan shaklni asta-sekin to'liq qiyofaga kirishini kuzatib turdi. Bizning kichkinagina oshxonamizda xuddi mening bo'yim bilan barobar qiyofa qad rostladi. U yashil plastmassali kostyumi va qattiq jag'lari bilan kelishgan hamda aqlli bo'lib ko'rindi. Mashina uchun, tushuntirdi rafiqam yana menga shattillatib. Uni gazetadagi e'londan o'qib qoldim. U mening yonimda o'tirib, o'g'rilarni qo'rqitib yuradi. Kulib yubordim. Rafiqam bu sun'iy qo'g'irchoqsiz ham qaroqchilarning o'takasini yora olardi. Bu bizning erkatoyimiz bo'ladi. Xo'p, dedi u yasagan o'yinchog'iga quvnoq tabassum bilan qarab. Men unga Genri deb nom qo'yaman. Rafiqamning Genridan rosa ko'ngli to'ldi. Men ular mashinada birga chiqib ketishganida qolib, uy yumushlarini bajaraman. Kechqurunlari Genri mening kreslomda, olovdan xavfsiz joyda o'tirardi. Uning kekkaygan qiyofasi va mag'rur tabassumiga g'azab bilan tikilib, oshxonadagi u egallagan og'ir stulning joyini o'zgartirdim. Shikoyat qilmay qo'ya qol. Buni taqiqladi rafiqam. U foydaliroq ekan. Baribir u yiqilgan chog'da ham men uni anavi yog'och stul ustiga o'tkazib qo'yaman. Rojdestvoda bu ajoyib umr yo'ldoshim men uchun bir to'plam kabob sixlari va kartoshka artkichlari sotib oldi. Genri esa katak-katak kepka, uzun shotlandcha sharf va g'aroyib haydovchilik qo'lqoplariga ega bo'ldi. U bunga arziydi, dedi ayolim. Ruhimda kuchli g'azab oqimi ko'tarila boshladi. Ikkalasini ham, ayniqsa Genrini, dimog'dor, mamnun irjayishlarini shunaqangi yomon ko'rib ketdimki, oshxonadan kabob sixini yulqib oldim-da, uning plastmassali orqasiga qarab otdim. Avval paqillagan, keyin vishillagan tovush chiqdi. Genri bo'shasha boshladi. Men uni siqdim va tezroq havosi chiqib ketish uchun ko'kragiga urdim. Rafiqam nafrat bilan chinqirib yubordi. Qanday jur'at etding? Axir u meni naq erkakday himoya qilyapti-ku, deb baqirdi u. Ammo shunisi aniqki, endi Genri men bo'la olmaydi. Uning gavdasi tobora qisqarib borardi. Uni qutqar, dedi rafiqam ingrab. U sixni zarb bilan tortib oldi-da, sumkasiga solib qo'ydi. Xotinimning asabiy qichqiriqlaridan bezib, zarur asboblarni oldim-da, tezlik bilan tuzatishni boshladim. Nasosning anchagina puf-puflaridan keyin Genri yana o'zining to'liq shamoyilini tikladi. Ammo rafiqamning nafrat to'la nigohini unutish oson bo'lmadi. U mashinaga sakrab chiqib, eshikni tarsillatib yopdi-da, g'ildiraklarini chirqiratib Genri bilan birga haydab ketdi. Kelasi shanba kuni uyg'onganimda tishim juda qattiq og'riyotgan edi. Seni tish doktoriga olib borganim ma'qul, dedi qat'iy ohangda xotinim. Uning inqillab sinqillashlarimdan bezor bo'lgani ko'rinib turardi. Men sartaroshga ketyapman. Sochlarimni tuzatgunimcha o'zingga kelib olasan. Xotinim Genrini ham biz bilan birga boradi deb qattiq turib oldi. Orqa ko'chalarda ham mashinani qorovulsiz tashlab keta olamiz,
Buning sababini uqtirdi u. Tish doktori tomon gandiraklab borar ekanman, muzday shamol esdi. Doktor menga vaqtinchalik tish plombasi qo'yib qo'ydi. Lekin u haliyam azob beryapti. Yomon bir kayfiyatda ortimga qaytdim. U yerda rafiqam yo'q, ammo Genri jilmayib oldingi o'rindiqda o'tirardi. Uning bu salobatini men ko'tara olmadim. Eshikni ochib, yasama erkakning qo'lidan sudrab olib chiqdim. Bir daqiqaga nafasimni rostlar ekanman, shiddatli shamol Genrini qurshab oldi. Uning dabdabali kepkasi ariq ichiga uchib tushdi. Genri bir pastlab, bir balandlab uchib ketdi. Unga qarab turdim-da, nim tabassum bilan to'rt tomoning qibla deb xayrlashdim. Endi xotinim uni o'g'irlangan deb gumon qiladi. Ozroq sayr qilmoqchi bo'ldim. Men ayolim Genrining yo'qligini bilib, qay holatga tushishini ko'rishni xohlamasdim. O'zimcha mag'rur jilmaydim. Rafiqam shu o'yinchoqni deb aqldan ozayozgandi. Agar u Genrini men yo'q qilganligimni bilsa, naq terimga somon tiqadi-ya. Burchak-burchaklarda aylanib yurarkanman, ko'chaning narigi tomonida nimadir yuz berganligini sezdim. Qiziqishim ortib, shahar maydonchasi tomon yurib ketdim va u yerda qanday manzaraga duch kelganimni bir ko'rsangiz edi. Politsiya va tez yordam mashinalarining chiroqlari porlab turardi. Hamma ibodatxona minorasi ustiga qarab g'uvullar. U yerda cho'qqida bir odam osilib turardi. Men toshga bog'lanib qolgan shotlandcha sharfdan darrov hammasini tushundim. U Genri edi. Politsiyachi unga maxsus moslama orqali jon holatda baqirardi. Endi kela qoling, janob. Zinalar bo'ylab pastga tushing. Ofitserlarim sizga ko'maklashib yuborishadi. Olomon Genri shamolda chayqalishi bilan ingrab yuborishdi. Oldinga surildim. Ofitser! Ofitser! Biroq odamlarning achchiq g'o'ng'ir-g'o'ng'irlari ichida ovozim yo'qolib ketdi. Ular shamol zo'rayib, Genrining cho'qqida tebranishi bilan ayyuhannos solishdi. O'zimning ham ingrab yuborganimni eshitdim. Qo'rquvdan emas, lekin yelkalarim o'rtasidagi azob berayotgan og'riqdan ixrab yubordim. O'tkir sixning tanam ichiga sanchilib borayotganini sezdim. O'girilib qarashim bilan rafiqamning olomon ichida ko'zdan g'oyib bo'lganiga ko'zim tushdi. Uni hech kim bilmadi ham. Barcha ko'zlar tepadagi fojiaga qadalgan edi. Tizzalarim bukilib borarkan, Genrini havoda ohista, yengil uchib ketayotganligini ko'rdim. Uning lablarida g'olibona masrur tabassum barq urib turardi. Dobri Jotev. Yaxshi odam. Hikoya. Pyotrning qaytishini orziqib kutdik. Chunki yaqin orada hech birimiz yorug'likka chiqib ko'rmagan edik. Pyotrning omadi bor ekan. Hujjatlaridagi chalkash joylarga aniqlik kiritish uchun hakamning o'zi uni yo'qlabdi. Unga havasimiz keldi. Qamoqxonadan bir qadam bo'lsa-da tashqariga chiqish, qo'l oyog'iga kishan urilmagan ozod odamlarni ko'rish, quyosh nuriga to'yish barchamizning necha yillik orzuyimiz edi. Bu baxtga Pyotr musharraf bo'ldi. Baxtiyor hamxonamiz peshinga yaqin qaytdi. Og'ir eshikni yopishlari bilan uni o'rtaga oldik. Qani, nimalarni ko'rding deb uning hikoyasiga ilhaq bo'ldik. Pyotr yog'och karavatiga o'tirdi-da, zax devorga suyanib jilmaydi. Avval oyog'imga og'ir kishan urishdi, deya hikoyasini boshladi Pyotr. Keyin bu marvarid shodalarini sudrab, boshliqning xonasi tomon yurdi. Shu yerda soqchi almashishi kerak ekan. Bir mahal ichkaridan boshliqning ovozini eshitib qoldim. U mening farishta mulozimlarimga yo'l yo'riq ko'rsatayotgan ekan. Kiprik qoqmay kuzatlaring. U o'lim jazosiga loyiq, nihoyatda xavfli jinoyatchi. Ko'zlaringni shamg'alat qilib qochib ketmasin. Ziyrak bo'llaring.
mutlaqo gaplashmalaring. Agar qochguday bo'lsa, o'rniga o'zlaringni qamab qo'yaman. Uqtilaringmi? Boshliq bu bilan kifoyalanmay, yana mening o'zimga ham ma'lum bo'lmagan bir qator fazilatlarimni aytib berdi. Xullas, uning tasvirida men salkam yovuz, qonxo'r maxluqqa aylanib qoldim. Lekin qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ydim. Soqchilar ko'zimga qarashga botina olishmadi. Qamoqxonadan chiqib ozgina yurgach, orqamga qaradim. Soqchilar miltiqlarini shay qilib, boshliq aytganday kiprik qoqmasdan kelishayotgan ekan. To'g'riga qara, bo'lmasa otib tashlaymiz deb do'q-po'pisa qilishdi. Soqchilarning bu ahvolidan kulib, hazillashkim keldi. Yaxshi, dedim men. Odamga o'xshab muomala qilishni bilmasalaring, o'zlaringdan ko'rlaring. Yana 61 qadam qo'yganimdan so'ng o'zimni qidirib qolasanlar. Gapim og'zimda qoldi. So'zim tugamay, ikkala miltiq ham kuragimga tiraldi. Ko'chadagi odamlar hayron bo'lib qarashdi. 20 qadamcha bosdim. Birdan yuragimga g'ulg'ula tushdi. Juda bema'ni hazil qildim-da. Vasvasiga tushib tepkini bosib yuborsami? Tamom, dedim o'zimga o'zim. Baxtimga soqchilarning biri horg'in tovushda gapirib qoldi. Sen-ku joningni huzurini ko'zlab qochib ketarsan. Senga balo ham urmaydi. Ammo biz bechoralarga kim rahm qiladi? Bolalarimiz tirik yetim bo'lib qolishadi-ku. Biz bir omi odamlarmiz. Boshliqlar aytgan ishni qilamiz. Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqarkan. Agar odamga o'xshab muomala qilganlaringda shuncha qiynalmasdilaring. Bo'pti, endi xavotirga tushmalaring. Qochmayman. Shunday deb to'xtadim-da, ularga qarab kuldim. Soqchilar gapimga bir ishonib, bir ishonmay turib qolishdi. Keyin ularning biri miltig'ini yelkasiga osdi-da, jilmayib qo'ydi. Ikkinchisi ham kuragimga tirab turgan miltig'ini oldi. Qolgan yo'lda hangomalashib ketdik. Ular g'arbiy muzofotdan kelishgan ekan. Bilim yurtini tugatishga qo'yishmabdi. Politsiya xizmatiga olishibdi. Ikkovi ham dilkash yigitlar ekan. Men ularga bisotimdagi latifalarning hammasini aytib berdim. Hakam bor yo'g'i otamning ismini aniqlamoqchi ekan. Bir nafasda qaytib chiqdim. Soqchilar bilan eski qadrdonlar kabi yonma-yon yurib borayotganimizni ko'rib, ko'chadagi odamlar hayron qolishardi. Soqchilar menga hatto aroq ham quyib bermoqchi bo'lishdi. Ko'nmadim. Keyin qo'yarda qo'ymay yemakxonaga boshlashdi. Tamaddi qilib, bo'za ichdik. Shaharda qarindosh urug'laring bo'lsa, kirib chiqmaymizmi deb qoldi soqchilardan biri. Qarindosh urug'larim borlikka bora, lekin kishanlarni sharaqlatib kirib borish to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun hech kimim yo'q deb qo'ya qoldim. Qamoqxonaga yaqinlashganimizda ular yana qoidaga binoan miltiqlarini o'qtalib orqaroqqa o'tishdi. Boshliqning xonasiga kirib ketishayotganda ularning biri ikkinchisiga boshliq aldabdi. Bu yaxshi odam ekan. Pyotrning hikoyasini eshitib, unga yaxshi odam deb nom berishga qaror qildik. Marhamatlaring uchun minnatdorman, dedi u o'rnidan turib. Ammo bir narsani aytib qo'yay. Keyingi kunlarda tushimga qiziq bir odam kiradigan bo'lib qoldi. U ro'paramga o'tirib olib, ko'zimga tik qaraydi. Pyotr, agar sen bir o'zingni yaxshi odam deb bilsang, yanglishasan, dedi u. Bu dunyodagi odamlarning barchasi yaxshi. Lekin ba'zilar qachondir, qaydadir, qandaydir qilib baloga yo'liqib qoladilar. Bunday bedavo baloga duch kelganlar yomon odamga aylanadilar. Men ularning ko'pini ko'rdim. Siz ularning yuragiga yo'l topsangiz, topganingiz, bo'lmasa holingizga voy.